Bilamizki, qish faslida insonlarning issiq energiyasiga bo'lgan ehtiyoji ortib, tabiiy gaz hamda elektr energiyasidan har doimgidan ham ko'proq foydalaniladi. Mazkur quvvat manbalaridan foydalanishda belgilangan qoidalarga rioya etilmasa, yong'in yoki boshqa ko'ngilsiz hodisalar yuzaga kelishi mumkin. Shu bois tuman hududida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlar bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olish, bartaraf etish maqsadida tuman hokimining tegishli farmoyishi bilan tuman hududida 1-dekabrdan 30-dekabrga qadar yong'in xavfsizligi oyligini o'tkazish belgilandi. Yong'in xavfsizligi oyligi doirasida barcha turkumdagi obyektlarda, ayniqsa ko'p kvartirali uylar, yakka tartibdagi uy-joylar, aholi ko'p to'planadigan va boshqa obyektlarda keng qamrovli profilaktik ogohlantirish tadbirlari amalga oshiriladi. Mahallalarda xonadonbo'y tartibda o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlarda aholi o'rtasida yong'inlar, is gazdan zaharlanish yoki havo gaz aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tushuntirish va targ'ibot ishlari yanada kuchaytiriladi. Alohida e'tibor tunda odamlar qoladigan maskanlarga qaratiladi. Tadbir mobaynida fuqarolarimizdan xonadonimizdagi elektr, gaz va issiqlik ta'minot qurilmalari doimiy nazorat qilib borishingizni, ulardan foydalanishda yong'in xavfsizligi talablariga qat'iy rioya etishingizni so'raymiz. Korxona va tashkilot rahbarlaridan davlat yong'in nazorati organlarining tavsiyanoma yoki yozma ko'rsatmalaridagi yong'inga qarshi tadbirlarni o'z vaqtida bajarishingiz tavsiya etiladi. Hurmatli hamyurtlar va tumanimiz mehmonlari, yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilishingizni va mazkur oylikda faol ishtirok etishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.